Arenda boshqa yaxshi taksi yo'qmi Yangiyo'lda? Organ ishni. Assalomu alaykum Yangiyo'l haydovchilari. Sizlar uchun bomba yangiligimiz bor. Bugundan boshlab Yangiyo'lda teletaksi kompaniyasi o'z ish faoliyatini boshlagani munosabati bilan Yangiyo'l haydovchilarini o'z jamoamizga taklif qilamiz. Nega aynan teletaksi kompaniyasi degan savolga keladigan bo'lsak, bizning javobimiz shuki, Yangiyo'lda hech qaysi taksi park qilmagan ish, ya'ni bizda komissiya 5%. Yangilanganingizda sizga 25 ming so'm bonus tushiriladi va qo'shimchasiga har bir do'stingizni olib kelganingiz uchun ham biz 25 ming so'm qo'shimcha daromad to'lashga tayyormiz. Ha, aytgancha, teletaksi kompaniyasi brending nakleykasini yopishtirganingiz uchun ham qo'shimcha 1 million so'm daromad sizga taqdim etiladi. Har oy faol haydovchi uchun ham aksiyali bonuslar ham mavjud. Bizning maqsadimiz haydovchilar bilan ishonchli va uzoq muddatli hamkorlik qilish. Agar siz ham yaxshi sharoitda ishlab, daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, ofisimizga tashrif buyuring yoki biz bilan bog'laning. Teletaksi bilan hammasi tez va oson.